everyone, hammaga salom. Bugungi bizni mavzumiz I can say days and dates. Men kunlarni va sanalarni ayta olaman. Demak, biz bugun sizlar bilan days kunlarni, months oylarni and seasons fasllarni o'rganamiz. Birinchi bo'lib days of the week hafta kunlaridan boshladik. Har bir hafta kunimizning oxirida day, ya'ni kun so'zi qo'shilgan. Monday, dushanba, Tuesday, seshanba, Wednesday, chorshanba, Thursday, payshanba, Friday, juma, Saturday, shanba and Sunday, yakshanba. Demak, keyingisi esa months of the year, ya'ni oylar. Birinchi oyimiz January, keyingi oyimiz February, keyingisi March, keyingisi April, keyingisi May, keyingisi June, keyingisi July, August, September, October, November, December. Okay, bular bizning oylarimiz. Keyingisi seasons in Britain, ko'proq Britaniya variantida berilgan. Spring, bahor, March, May oylarini o'z ichiga oladi. Summer, June, August oylarini o'z ichiga oladi. Autumn, September, Novemberlarni o'z ichiga oladi. Winter, December, February oylarini o'z ichiga oladi. Va special days deb ketgan maxsus kunlar, bular Christmas Day, inglizlarni xristianni tug'ilgan kuni, ya'ni Christmasni nishonlashadi. Bu diniy bayram hisoblanib, ko'proq 25-dekabrga to'g'ri keladi. New Year's Day, yangi yil. Bu 1-yanvar, yangi yil. Your birthday, sizni tug'ilgan kuningiz, bu sizni tug'ilgan saningizni aytishingiz mumkin. Bu ham bitta special day hisoblanadi. Va bizda Spotlightda capital letters deb beribdi, ya'ni katta harflar deb. Days and months have a capital letter. Demak, hafta kunlari va oylar katta harflarda yoziladi deyapti. Monday, not Monday, ya'ni katta harfda, kichikda emas. January, katta harfda, kichikda emas. Va bizga o'ziga yarasha fotolar ham bergan spring, summer, autumn and winter haqida. Va har bir so'zni o'z o'rniga qo'yib chiqing deyapti. Raqamlang, write the number in the box degan. O'rniga qaysi biri birinchisida Monday birinchi kelishi kerak ekan, birni qo'ygan. Ikkinchisida ham qaysi biri birinchi kelishini yozishingiz kerak. Bunda ham oylarni ham birin-ketinlikda qaysi biri birinchi oy, qaysi biri ikkinchi oy yozishingiz kerak. Ikkinchi topshiriqda esa o'shandan keyingisini yozasiz. Misol uchun Maydan next, ya'ni keyingisi bu June. Sundayda next keyingisi bu Monday. Va Mondayda keyingisi qaysi, shularni yozishingiz kerak. Uchinchisida savollarga javob yozishimiz kerak. Which month is your birthday? Sizni tug'ilgan kuningiz qaysi oyda? You should write the name of the month. Siz oyni nomini yozishingiz kerak. Which season do you like best? Why? Qaysi faslni yaxshi ko'rasiz? Nimaga deyapti? Yozishingiz kerak. Which day of the week do you like best? Qaysi hafta kunini yaxshi ko'rasiz? What do you do on New Year's Day? Yangi yilda nima qilasiz? What are two other special days in the year and when are they? Ikkita yildagi maxsus kunlar qaysi va ular qachon? Xohlagan ikkita maxsus kuningizni yozishingiz mumkin hisoblanadi. Shu bilan bizni bugungi I can say days and dates mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Biz bugun sizlar bilan hafta kunlari, oylar, fasllar va maxsus kunlar haqida gaplashdik. O'ylaymanki foydali bo'ldi va har birini eslab qolishga harakat qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.